Barchaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Mahmudov David kanali o'rtoqlar. Bugungi videomizda o'rtoqlar hech qanday modsiz uy qurishni o'rgatamiz. Qaramasam ketdi. O'rtoqlar bizga kelaveradi. Hozir shu narsani birin-ketin olib, bemalol shu uyni qurib olasizlar. Tak, bizga email taxta blok va bu o'rtoqlar keyin mana shunaqa eshikni kerak bo'ladi. Hozircha derazadan mana buni tanlaymiz. Hozircha shu narsalarni ko'ptiramiz. Blok, hatto blokni qo'ymaylar derazadan. Shuning uchun oddiygina mana bunday qilib yasab qolamiz. Qani ketdik. Birinchi to'rtburchak qilishimiz kerak. O'rtoqlar, hozir biz maketini yasab olamiz, keyin videoni boshlaymiz. O'rtoqlar, mana maketini yasab oldik. Xuddi mana shunday qilib yasaysiz. Hozir ichini to'ldiramiz. Mana o'rtoqlar, endi mana bularni chekkaga qo'yib chiqamiz. Yana mana shu daraxtni. O'rtoqlar, 2 etajli uy bo'ladi. Keyingi safargi videomizda o'rtoqlar keragi bo'licha modli qilishga harakat qilamiz. To'xtang, siz hali ham videoga like bosmadingizmi? Unda like bosib obuna bo'ling. Chunki biz 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Qani bo'lsam bu yerlarni qurib olamiz. O'rtoqlar, mana shunday ketma-ketlikda 4 tadan qilib chiqasiz. Keyin o'rtoqlar, mana bu yerlarni bir-biriga yopishtirib chiqasiz. Bu zarur narsa. Agar bu narsani qilmasangiz bo'lmaydi. Bu oddiy Minecraft. Ya'ni hech qanday mod qo'shilmagan. Ya'ni mana oppoq ko'ryapsiz, oppoq. Biqini chetlari qora emas. Hozir to'ldirib olamiz. O'rtoqlar, mana shunday maket yasab olasizlar. Endi bu taxtalar nima kerak? Ya'ni bu tarafdan kirish. Bo'lgani sababli bu yerdan keyingi etajni balkonini quramiz o'rtoqlar. Balkonni qurish unchalik qiyin emas. Videoni qo'tirishim ham shart emas deyarli. Ana shunday qilib bir blok orqaga mana shunday va bitta mana bunday. Yo'q, buni qo'ymaymiz. Normal turibdi o'rtoqlar. Balkon bo'ladi bu nimamizga. Bunga mod qo'shsanglar, bemalol uy jihozlarini qo'yib yasashinglar mumkin. Tom esa oddiy to'rtburchak bo'ladi. O'rtoqlar, balkonim o'xshamagani uchun yana o'sha oddiy qilib qo'ydim. Kechiringlar. Sal xato qiladi odamlar. Bellarni yopamiz. Beri shunday go'zal ko'rmasin mumkin, lekin ichini to'ldirganimizdan keyin bemalol ko'ra olasiz. Tepasini esa qanday qilamiz o'rtoqlar? Hozir bloklarimizni olaylik. O'rtoqlar, tomi mana shu 2 ta dona blok bilan bo'ladi. O'rtoqlar, mana bunday birinchi shu 2 chekkalarida qo'yib chiqamiz. E'tibor bermaysizlar. Moblar o'zi shunday kechqurun paydo bo'ladi. Keyin mana bu blok derazani ashlarni atrofida qo'yib chiqamiz. Shu blokdan qo'yishga adashib ketaman-da, ayniqsa derazalarni, ya'ni oynalarni. Mana shunday ahvolda qilib olasiz. Bu 2-chi etajli bo'ladi, nimasi, tomi bo'ladi. Keyin bu blok kerak, bu blok kerak, bu blok kerak, bu oynalarga kerak bo'ladi. Hozir taxta blokni olay. Olamiz. Keyin beni yopamiz. Bemalol buni bironta serial, ya'ni ovchi serial deb ishlatsanglar bo'ladi. Tak, qaranglar. 2 chetga, 2 chetga qilamizda, 3 ta qilamiz, 3 ta qo'yamiz. Ya'ni 3 qator.
3 metr desak ham bo'ladi. Shu 3 metr qilib olgandan so'ng yopamiz bu yerni. Ya'ni ber endi nimada? Inson chiqayotgan paytda, zinadan chiqayotgan paytda bemalol qilsa bo'ladi. Bo'ldi o'rtoqlar. Endi qaraylar. Yog'ol. Yog'ol demasin. Yog'ol. Men plusdan qatnashtirmayman, chunki pluscha ko'p o'rganmaganman. Biz olamiz. Mana shunda balkonga kelib, toza havoni hidlab o'tirasiz. Va pastga tushib ketasiz. Endi bu bloklarni buzamiz. Bemalol chiqasiz. Qayerda uxlasangiz o'sha yotoqxonasi orasida bemalol uxlab yotasiz. Va endi hamma joyni derazalarni qo'yib chiqamiz va u jihozdan qo'yib chiqamiz. Mana o'rtoqlar, ikkinchi etajda derazalarni qo'yamiz. Itkil. Deyarli bo'ldi desak ham bo'ladi. Hop, mana shularni bitiramiz. Endi pastki etaj qoldi. O'rtoqlar, mana bitta xato qilib qo'yman, ya'ni buni zinani bu tarafdan qilib qo'yman. Shunga to'g'irladim. Degan umiddaman. Hozir ichki jihozlarni ham olib qo'yib chiqamiz. O'rtoqlar, uyimiz ham tayyor. Xuddi shapkaga o'xshab qolganday. Kirib, sizlarga asta-sekin tanishtirib chiqaman. Ikki tarafda verstak. Bu yerda o'sha narsa, ya'ni kitoblar, yana qo'shimcha narsalar qo'shmoqchi edim. Videoni tugatish vaqti bo'ldi. Yotoqxona, ikkita joyga kiyim, nimaga 3 ta emas? Bitta odam ham 3 ta yotoqqa yotganini ko'ryapsizlar. Lekin mayli, chiroyli ko'rinishda qildim. Bu yerda esa disk tiqiladi va sandiq ichiga disk borib beradi. Tashqariga chiqib zerikkan bo'lsa, toza havodan bahra oladi, yana ichiga kirib ketadi. Xullas, mana sandiq ichiga ochib, bitta diskni olamiz va qo'yamiz. Ovoz chiqmaydi. Chizamiz. Yana bittasini olib
O'rtoqlar, bu qaysi versiya deb o'ylashinglar mumkin. Bu 1.22 versiyada bu o'yinni qurishinglar mumkin. Bemalol shu o'yinni qurib, bironta seriyalarda yoki ovchi nimada videosida bemalol olishinglar mumkin. Menimcha bu o'ylashim bo'yicha serial nomi Ovchi deb xohlaganingizda qo'ysangiz bo'ladi. Bu bemalol